Yo'qchilik erkakka kelsa, cho'ntagidan oldin ko'ngli bo'shar. Uyida non kamaysa agar, o'zidan ko'ra bolasi oksanar. Bir burda nonni bo'lib berib, o'zim to'qman deb qo'ya qoladi. Kecha o'ziga yarashgan yigit bugun bitta tashvishni o'ylab qarib qoladi. Do'stlar hamasda kamayadi, telefonlar jimib qoladi. Kecha aka uka deganlar yo'qchilikda kimligi bilinadi. Yo'qchilik erkakka kelsa og'ir, u faqat pulidan ayrilmaydi. Ba'zan bir burda non deb o'zining orzularidan ayriladi. Yo'qchilik erkakka kelsa og'ir, buni hech kim bilmasin deydi. Uyidagilar kulib yursin deb o'zi ichidan ming bora oladi. Bir kuni boyib ketsa agar, hech kim uning kechasini bilmaydi. Ammo yo'qchilikdan chiqqan erkak nonning ham qadrini unutmaydi. Chunki u biladi, yo'qchilik cho'ntakni emas, erkakning yuragini sinar.